Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Tezkor xabar: 23-25 mart kunlari O'zbekiston hududiga nam va nisbatan salqin havo massalari kirib keladi. O'zgidromet bu haqda ogohlantirish bilan chiqdi. 23-25 mart kunlari respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida yomg'ir yog'adi. Qorga aylanish ehtimoli borligi ma'lum qilindi. 23-24 mart kunlari ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda esa 20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kunduz kuni havo harorati asta-sekin 12-17 darajalikgacha pasayadi. Ushbu kunlari tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.